Sizem berçä pulyňyzdy ogullap gitdimi ogurlar? Meni asboblarimgacha ogullap gitdi. Men Albatta meni berçä pulymny ogullap gitdi şu qishloqdan şu pul qolmadi ekan uchun hozir. bolalar hozir qishloqda pul qolmadi. Bitta o'g'ri paydo bo'ldi. O'shani hozir militsiyaga berganmiz. U shaharda allaqayda yuribdi ekan bolalar. O'shani qidiryapti hozir militsiya. Barcha qishloqlarda pulini o'g'irlab ketgan. Endi hemenik shunaqa senikini ham o'g'irlab ketgan. Albatta menikini ham bitta o'g'ri o'g'irlab ketdi. Bilmaymiz ular bir 100 ta olib kelganmi? Ertalab hamma tursa shu puli yo'q-da. Shu nima qilsak bo'ladi endi pulim yo'q. O'g'rini ham topolmayapmiz. Jitil senikini ham o'g'irlab ketdimi? O'g'irlab ketdi. Bo'pti jitil. Voy bolalar nima qilsak bo'ladi? Bolalar nima qilsak bo'ladi? Barcha qishloqlarda pulini meni kerak bo'lsa eslarimni ham o'g'irlab ketdi. Kommentariyaga yozinglar nima qiladi? Yana endi shuncha necha yildir ham ishlagan pulim hozir bir tiyinda yo'q bo'lib ketyapti. Endi mana shu polsekinlar katta bo'lsa mana shu polsekinini o'g'li ekib qo'yaman qaytib. Qorinam och bolalar. Qorin och. Sizlar obuna ham podpiska ham bo'lmayapsizlar bilan. Shuning uchun obuna olib qo'yinglar. Bugun qidirib chiqaman endi. Nima qilsam bo'ladi bolalar? Aytinglar kommentariyaga yozib ketinglar. Shu o'g'rini qidirish kerak. O'tgan safar bitta qishloqdan u qishloqqa qaytib borsam, u qishloqqa endi boraman biror kunda. Qishloqdan asosan ba'zida kontent qilaman. Qishloqda endi kamdan kam kontent qilaman. Chunki bo'ladi bolalar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana aynaklarni ham qaranglar. Aynaklarni yangi qo'yib chiqqandan sindirib ketgan. Qoldi. Mana nima qishloqlarda ketgan nima qilsak bo'ladi? Tunab ketgan kim bilyapti buni bolani. Endi mana shunaqa bular qilib bolalar. Yetinglarga uni men boshqa hozir militsiyalar ham qidiryapti. Endi o'ta katta pul bor. Endi bir narsa qilish kerak. Nima qilsam bo'ladi aytinglarchi? Endi Короче bolalar bitta o'rtam bor, faqat unga to'laydi. Bitta o'rtam bor, gaplashib qo'yaman. Sizlar bitta obuna bosganlaringga bitta izumruddan to'laydi. Gaplashib qo'yaman, o'shaning uchun sizlar obuna va like bosinglar. Like'laring 2 ta like'ga bitta izumrud to'layman deydi. Endi sizlar padishga qo'rasizlar degan umiddaman, to'g'rimi? Mer bitta padishga qilinglar, biz ham sal pulli bo'laylik. Hamma pulimizni o'g'irlab ketib qidiryapti ekan militsiya olyapti. Sal padishga qo'rasizlar bir safar ishimizni. Endi padishga qilmasalaring bo'lmaydi. Hozir men
Mantıktan durumuna yaptık. Kuryan. Tabii boktu vallahi yani. Bilmiyorum konuşuyor. Kartuşalarla ovaldım. Sarbaşayan toyla boktu vallahi. Şimdi uyga barmasam ahir ketişiyordu. Endi sen qaraymiz, endi sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman deb vallahi. Shunday obuna va laykni bosib qo'yinglar bitta o'sha. Obuna va layk. Ishkim. Yaxshi uni ikkita yerda loyinlamasa, bekitmasam yana o'g'irlab ketmaysin. Vallahi kanalga sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, ona to'g'ri. Nega? Biraz buldum kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Bosinglar tashabbus qilib